Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz o'ta xatarli bir nuqtaga kelib qoldik. 2026-yilning 22-fevrali. Dunyo nigohi yana bir bor Yaqin Sharqqa, aniqrog'i Eron, Isroil va AQSh o'rtasidagi keskinlikka qaratdi. Hozirgina olingan rasmiy xabarlarga ko'ra, Donald Tramp ma'muriyati Eronga nisbatan o'zining yakuniy qarorini e'lon qilish arafasida. Eron katta urush bo'sag'asida degan gaplar bugun shunchaki sarlavha emas. Bu achchiq haqiqatga aylanmoqda. Xo'sh, so'nggi 24 soat ichida nimalar sodir bo'ldi? Nega Eron rahbariyati bunkerlarga ko'chirildi? Hozir hammasini batafsil gapirib beraman. Hammasi Donald Trampning kutilmagan bayonoti bilan boshlandi. Oq uy rahbari Eronga nisbatan maksimal bosimning eng yuqori nuqtasini e'lon qildi. Tramp o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Eron yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. Bizda atiga 10 kun qoldi deb yozib qoldi. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu ultimatum. Mintaqaga AQShning eng yirik aviatashuvchi kemasi Gerald Ford yetib keldi. Bir sutka ichida 50 ga yaqin eng zamonaviy F-35 va F-22 qiruvchi samolyotlari Yaqin Sharqdagi bazalariga joylashtirildi. Bu urushga tayyorgarlikmi yoki shunchaki qo'rqitish? Shu bilan birga Jenevada yashirin muzokaralar ham ketyapti. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi sanksiyalar bekor qilinsa, uranni boyitishni to'xtatishga tayyorligini aytdi. Ammo Tramp bunga ishonmayapti. U Eronning nafaqat yadro ta'sirini, balki barcha ballistik raketalarni ham yo'q qilishni talab qilmoqda. Vaziyatni yanada og'irlashtirayotgan narsa Isroilning harakatlari. Axios nashriyotining bugungi xabariga ko'ra, Isroil razvedkasi va AQSh harbiylari Eronning oliy rahbariyatiga qarshi maxsus operatsiya rejasini muhokama qilgan. Bu olovga moy sepish bilan barobar. Isroil armiyasi hozirda Livan va Suriya chegaralarida o'ta faol, har qanday daqiqada yirik hujum boshlashi mumkin. Eron bunga qanday javob beryapti? Rasmiy Tehron mudofaaga o'tgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ayatolloh Xamenei xavfsizlik nuqtai nazaridan maxsus bunkerlarga ko'chirilgan. Eron hukumati Isroil ayg'oqchilarini tutish uchun keng ko'lamli operatsiya boshladi. 30 dan ortiq odam hibsga olindi. Eron tomoni: biz urushni xohlamaymiz, lekin agar bizga hujum bo'lsa, Isroil mintaqasidagi AQSh bazalari olov ichida qoladi deb dunyoni ogohlantirmoqda. Bu shunchaki popisi emas. Eronning minglab raketalari hozirda shay holatga keltirilgan. Xo'sh, azizlar, voqealar rivoji qayerga olib boradi? Biz 3-jahon urushi bo'sag'asidamizmi? Tramp chindan ham hujum buyrug'ini beradimi yoki bu so'nggi daqiqadagi siyosiy o'yinmi? Kelgusi 10 kun dunyo xaritasi va kelajagini o'zgartirib yuborishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Urushni to'xtatib qolish imkoni bormi? Fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring. Biz voqealarni kuzatishda davom etamiz. Kanalimizda obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Zero eng muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat.